Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bugun biz siz bilan Qashqadaryo viloyatining Kasb tumani tarixi haqida gaplashamiz. Qani ketdik. 589-yilda Sosoniylar sarkardasi Bahrom Cho'bin Turkiy qabilalar ustidan g'alaba qozondi va Kasbi qalasini ham egalladi. Kasbi 5-asrda Arman manbalarida Kasbiy zabon nomi bilan uchraydi. Amir Temur davrida Kasbi shahri go'zalligi bo'yicha Misrga tenglashtirilgan. 15-asrda Kasbiga kelgan sayyoh Gonzales Clavijo o'zining asarida shaharni mehmondo'stligini ta'riflab, u yerda 2 kun mehmon bo'lganligini yozadi. Urush yillarida Kasbi bozori amirlikdagi eng yirik bozorga aylandi. 1917-yil fevral inqilobidan so'ng ocharchilik boshlangan bo'lsa-da, u bozor o'z faoliyatini to'xtatmadi. O'rta asrlarda Kasbi shahrida katta karvonsaroy bo'lgan. Bu yerda asosan Eron, Buxoro, Termiz, Hindiston hududlaridan katta karvonlar kelar edi. Kasbi shahrida o'rta asrlarga oid bir nechta yodgorliklar saqlanib qolgan. Shulardan eng yirigi 11-15 asrlarda bunyod etilgan Sulton Mir Haydar ota maqbarasidir.